Assalomu alaykum. Bugungi videorolikimiz tunikafon. Hozir jildan jilga turli xil modalar kuchayib ketyapti. Mana bu kosmos degan ekan. Adanaga suvitlarni qo'yadi aylantirib, buning ichi ham janadi va energiya ikkita ekan, ikkitani uradi aylantirib. Bir salomlashmasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Kuzatuvchi va hammaga. Necha so'mdan uryapsizlar endi shundan boshlaylik. Shundan boshlasak, pat material 100 so'mdan 130 so'mgacha. 130 so'mgacha. Jo'l pulisi, Hammasi ichida brend. material usta haqqi hammasi ichida ya. Kvadrati shunchadan ekan. Ekitajlar bo'lsa shunday qimmat ketadi. Ekitajlar qimmat. Ana endi bunaqda ham olsa bo'ladi. Bu yer ag'idan tanlabdi-ya. Ag'i kecha vobjay syomka qilib, ol ko'gi bor edi. O'rtasida qizilman ko'k. Ana endi bunaqda olsangiz ham bo'ladi. Ekitaj shunday bo'lib chiqqan. Va mana bu yerda ham shunday. Bu aynalarimizning o'zi uyalidan. Tunikafonchilarda vatani uyali bo'lib qoldi desak, qancha reklama qilgan bo'lsak, kimning uyida ishlaydigan bo'lsa, uyalidan deydi. O'zi bir ma'lum bir qishloq shunisiga o'tib ketgan-a? 5-deymiz. Ayniqsa 5-chi. Hay, nima deydi? Bundan ekranlaringizga raqamlarni qo'ydik. WhatsAppdan murojaat qilsangizlar, sizlarga taylaysizlar. Bu yer ag'i bor ekan, har xil sveti bor-da. Katalog bor-da. Shulardan taylaydi, qaysi biri ma'qul bo'lsa, uyingizga borib, shunday chiroyli qilib qo'ndirib urib beradi, maqtanam talaq. Mana qarang, ekitajlar, demak, shular qimmat bo'lsa kerak-da, lesnasa, o'nggacha chiqib boradi. Lekin optoy do'kon bo'lgan, вообще. Ha, optoy, uni ham do'kon bormi? Shunday o'fshi. O'fshi do'kon. Menga o'fshi summani aytqancha bo'ladi. Shu uyda kelib, bunday o'lchab o'zingizga taxminan shu uy tunikafon urib beramiz, shuncha bo'ladi deb ham aytasizlar. Ko'tara savdo deydi-da, bu yoqda laqaychasiga. Ha, gap yo'q. Mana bunday brend tamchi suv qama shunday yerib kelaman bo'lsa? Ha. Shunday olib borib, promni havziga saparasa kerak esishdi, ha? Havziga mana iloji bor. Hay, nima aytganda, juda yaxshi xizmat, juda uyga vid beradigan, hozirgi kunda shundan ziyod moddasi yo'q, ha? Yo'q, hozircha. Chiroyli ko'rinadigan shu o'zimizda Tojikistonda. Ondan voyag'i yevropeyskiy bo'lib ketadi uje. Hozirda mana shu hamyonbop, chiroyli ko'ringanimiz silish kim qimmat degani emas. Chunki bular aytibdi, kvadrati 100 so'mdan ham usta haqqi, ham materiali, ham dastavka hammasi o'zlari lesni salarmi, hammasi lesni ham sizlarda ma'qul. Ha. Qolgan shu aynalarimizni bir padashga qilamiz. Yana batafsil ma'lumotlarni mana shu aynaga telefon qilasizlar, bilib olasizlar, aytilmagan nima qoldi menimcha, ish bola ham qolmadi, bor yo'g'i mana shunday tunikafon edi, bunday ko'rsatib o'tdik. Qashlaysiz rivojini bersin aynajon, nasib qilsa. Nima deydi, xalqimizning xizmatida bo'lingizlar, bizning xizmatimiz shunday video. Yo'q.